Hammaga salom. Bugun biza Shanxayda, Xitoyda bo'layotgan eng katta mashinalar ko'rgazmasiga keldik. Bugun sizlarga biza Jetour, Li, BYD, Mercedes va yangi mamlakat uchar mashinalarni ham ko'rishga harakat qilamiz. Like, boshni unutmanglar. Hozir biza Jetourni pavilyoniga keldik. Ko'rib turibsizlar, juda ko'p mashina olib kelgan Jetour. Hozir sizlarga biza eng qiziqarli mashinalarni, yangi mashinalarni ko'rsatamiz Jetourda. Hali O'zbekiston yo'lda tursin, butun dunyoda yo'q Jetourda mashinalari. Yangilari ketdi. Do'stlar, mana biz Jetourda nimasiga keldik? Pavilyoniga. Hozir bu yerda konsept kar qo'yib qo'ygan T1 degan. Jetourdagilar biz O'zbekistondanmiz desak, o deyapti. Srazi nima, kelib vichat alishlik deyapti. Eksport qilamiz deyapti. Mana hozir bu yerda konsept kar, buni ko'rsata olmaymiz. Lekin men bu yerda o'shani chiqayotgani bor ekan. T1 deb nomlanadi. Hozirga ko'rsatamiz. Eng zo'r narxi $21,000 ekan. Yangi mashina T1 deyiladi. Ko'rib turibsizlar. Endi hamma qiziqyapti ichkarisini. Hozir biz ham ko'rishga harakat qilamiz. Podyomlari bor. Bagajini ko'rsataylik, aytayapti. Bizam odam bor. Hozir ko'ryapsizlar. Men bu yerda xohlagan narsalarni o'zingizlar yozib qo'ysanglar bo'ladi. Agar raqamingiz chiroyli raqam bo'lsa, shu yerda o'ziga ekran chiqarib qo'ysanglar bo'ladi yoki rahmat deb yozib qo'ysanglar bo'ladi yoki sizlarni kesib o'tsa kimdir xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. Mana bu bagaji ko'ryapsizlar, juda katta ekan. Lekin ochilishi shu ekan. Juda past. Bitta minus. Yopamiz. Ichkarisini ko'raylik. Tomini ko'rib turibsizlar. Oqqa chiqishga zo'r mashina ekan. Mana ichkarisini ko'rsanglar bo'ladi. Menga nimasi yoqadi? Jetourda kiyman elektrokarlarni. Mana bu yerda tekis, poli tekis bo'ladi. Bemalol 3 kishi o'tirib ketsa bo'ladi. Oldidan ko'rsatamiz mashinani, vidini. Ko'rib turibsizlar, bu yangi. Emblemasi ham yangi chiqyapti. T1 nomlanadi. Menimcha tankdan o'g'irlagan shekilli. Uni ham yaqinda ko'ramiz. 360 gradus kamerasi bor. Internetga bemalol ulangan. Hozir yangilik bo'lyapti. Mana bu ChatGPTning xitoychasi bor, DeepSeek. Ko'pchilik mashinalar o'shani integratsiya qilyapti mashinasiga. Bulardan ham so'rab ko'ramiz agar bormi yo'qmi. Hozir odam kamaysa, ichini ham ko'rsatamiz sizlarga. Hozir do'stlar, biz mana o'tirdik. Mashina vashcha bomba lekin. Mana hozir kamerani olib ko'rsatdik. $21,000 ga ko'ryapsizlar, zaryadga qo'yadigan joylari bor. Mana bu yerda nimasi, barini ko'ryapsizlar, chuqurligini. Bu yerda ham joyi bor. $21,000 ga mana bu panorama lyuklari ko'ryapsizlarmi? Mashina $21,000 dan boshlanadi. U tepa ketadi. Unaqa qimmat bo'lmaydi. Menimcha shu asosiysi 21,000, 30,000 ga boradi eng uzog'i. Lekin zo'r ekan, menga juda yoqdi. Va eng asosiysi Jetour O'zbekistonda bor, demak buni servis qilsa bo'ladi, agar bizga olib kirilsa. Endi so'rab ko'ramiz, hozir bu elektrik ekan. Yana gibridi bormi, yo'qmi, uni ham bilamiz. T1 ko'rsatdik sizlarga. Mana endi T2 ni ko'rsatamiz. Bu yerga mana ko'ryapsizlar, yopiq, hech kim kirgizmaydi. Eksklyuziv sizlar uchun ko'rsatamiz. Ochdi. Mana bu T2 ko'ryapsizlar, bu Cybertruckdan sal olingan, o'g'irlagan, menimcha Cyberspace degan dizayni. Mana bu orqasini mana ko'rsanglar bo'ladi. Bundoq ichkari kiravering. Ko'ryapsizlarmi? Mashinani yoniga kelsanglar, shunaqangi zo'rdek mashina ko'rsanglar sifati. Bu yerda mana oldi tomoni o'sha T2, T1 ga o'xshab ketadi, lekin torpedkalar nimalarini ko'rsanglar, mana ma'butlarini, bu mana bu zamsh deyiladi-yu, torpedkasi ham, mana bu torpedkasi ham. Rullari zamshuv ekan.
Manbutlari alyuminiy, ko'ryapsizlarmi? Menimcha bu ham elektrik, ham gibridi bor. Tomlari ham mana zamshivoy, ko'ryapsizlarmi? Ichkarisiga gap yo'q, lekin bomba mashina ekan. Hozir nima qilib ko'rsatamiz sizlarga? Oldi tomonini ham ko'rsatamiz. Siz. Oldi tomonini ko'rsatamiz. Mashina juda zo'r. Bu yerda mana Jeturning o'zini emblemasi, hamma biladigan. Ko'ryapsizlarmi? Juda high-tech usulda dizayni. Mana bu nimalarini ham ko'ryapsizlarmi? Balon tepasida turadigan. Balonlari ham necha ekan bunda? 20 lik balon turibdi. Qalpak taqib qo'yganga o'xshaydi, lekin temirdan ekan. Ko'rinishi zo'r, gonishli sifatida olingan. Narxini hozir bilib, mana bu yerda yozib qo'yamiz. Do'stlar, mana hozir Jeturni pavilyonida ikkita mashinani oldik, shunga yarim soat vaqtimiz ketdi. Mashinasi juda ko'p, ko'ryapsizlar. Mana bu yerda bitta mashina, yangi mashinalari L7 Plus degan mashinasi bor. Odam juda ko'p, pavilyon juda ko'p, eng katta bo'lyapti. Bu 25-chi ko'rgazmasi avtoshouda. Kirish pullik, kirishlarning o'ziga 1 soat ketadi. Chipta olish muammo, oldindan olib qo'yishlar kerak. Kim ko'rgan bo'lsa, mana bu choynakning qopqog'i Umid akalar kelgan troluzlar. Agar ko'rsangiz salom etib qo'yamiz, lekin ular media bo'lib kelishgan. Biz o'zimiz kelganmiz. Bizga aloqaga chiqsanglar, o'rgatamiz qanaqa kelishdi. Hozir biz boshqa joylarni ham ko'rishga harakat qilamiz sizlarga. Ketdi. Do'stlar, hozir Cherryga keldik. Cherryning pavilyonini ko'rsanglar, mana shu yerdan o'sha xolasinikigacha. Cherry juda katta joy olibdi, juda ko'p mashina olib kelgan. Biz hozir O'zbekistonda sotilayotgan va yangi mashinasini ko'rishga harakat qilamiz sizlarga. Solishtirishinglar uchun mana bu yerda Cherry turibdi. Daryoda Jetur bilan Exit turibdi. Bularning joyi ikkiga bo'lingan, o'shanda ham yetmaydi joyi Cherryga. Shundoq bilsanglar ham bo'ladi, qaysi brend kuchliroqligini yoki kim pul ko'p berganini. Hozir ko'rsatamiz. Hozir Cherryga keldik, mana bizga ochib beryapti. Cherryning yangi mashinasi, elektrik mashina. Yangi brend qilib olishgan, buni ko'ryapsizlar, Kurio deb nomlanadi. Ichini ko'rsanglar, buni ochish mumkin emas, yopib qo'yilgan. Ichi futuristik darajada qilingan. Ko'ryapsizlar, 4 kishiga mo'ljallangan mashina. Polni elektrik, nimalari yo'q, danniklari yo'q. Faqat mashinani qo'yib qo'yishgan. Orqa tomonidan zo'r. Cherryning dizayniga umuman o'xshamaydi. Cherryning mashinalarini bilganlar biladi. Kichkina mashinchasi bor, keyin katta SUVlari bor. Hozir buni bilib ko'ramiz, qancha masofada yurishini. Lekin mashina zo'r ko'rinishi, polniy panorama nimada turibdi va menimcha salonida ko'p elektrik massajyor va 360 kamera shunga o'xshagan narsalari bor. Lekin mashina haqida ma'lumot juda kam. Yangi mashina, yangi olib kelgan konsept kar. Mana bu oldi tomonidan ko'rsanglar bo'ladi. Rangiga lekin gap yo'q. Rangi zo'r ekan, neobычный rang ekan. Mana hozir iltimos qildik, ochib berishadi bizga. Knopka degan. Kirib o'tirish mumkin emas deyapti. Mashina haqida ozgina so'rab oldik. Mashina 300 km atrofida yurib beradi deyapti. Eshiklarini ham ko'ryapsizlarmi? Mana bu polniy zamsh. Ruchkalari ham zo'r ekan, alyuminiy. Kolonkalari ham Leon Melody turibdi. 340 km yuradi. Narxi nech pul dedi? 100 ming atrofida ekan. Yuanda. Dollarda narxini ko'rib qo'yasizlar. Orqasini hozir ko'rsatyapti bizga. Orqasi, va sedenkasi bunaqa o'rindiqlarni hali ko'rmagan edik. Ko'ryapsizlar. Eng asosiysi mashinaning hidi zo'r-da, yangi mashina ko'ryapsizlar. Kataloglari ham polniy panorama turibdi. Ko'rjinkalari, даже ko'ryapsizlar, nimalari ham boshqacha turibdi. 100 ming 340 km yuradi deyapti. 340 km yuradi deyapti. Yangi mashina New QQ.
O'zbekistonga olib keladi, olib kelmaydi hali aniq emas. Chunki Xitoyda ba'zi mashinalar faqat ichki bozorga mo'ljallangan, tashqi bozorga sotishmaydi. Bu yangi mashina bo'lgani uchun hali Xitoy bozorida ham yo'q. Shuning uchun menimcha 100 mingga zo'r mashina. 300-400 km yurishga Shanxayga lekin juda zo'r-da. Toshkentga ham menimcha zo'r. Ha, hozir hech kim yo'q, hech kim kiritmayapti. Bizani kiritishdi. O'zbek hozir men bu Cherry'ni QQ degan yangi modellarga keldi. Bu yerda sport versiyasini qo'yib qo'yibdi. Muzika uchun endi e'tiroz bildirmaysizlar, baland qo'yib qo'yishgan, bizlar kolonkani tagida turibmiz. Elektromochina 250 km yurib beradi deyapti. Narxi 40 ming, 36 mingdan 40 ming yuangacha deyishyapti. Ko'rinishi ko'ryapsizlar. Keyingi yil mana shu yilda iyul oyida sotilishni boshlaydi deyapti. Eng qizig'i bu kichkinagina mashina. Ko'ryapsizlar. Uzoq bo'lsa 2,5 metrda. Balonlari Tiko mashinani kim bilsa, o'sha Tikonikiga o'xshaydi. Ko'ryapsizlar? Spoilerchasiga alohida bitta like. Orqasida Cherry deb qo'ygan, mana ko'ryapsizlar. QQ version. Endi botga buni otishga ruxsat berishmayapti, yangi deyapti. Hali ko'p narsasi bilmayman, yashirishadi. Bunda oynadan ko'rsatsa bo'ladi. Zo'r mashina. Kameralari yo'q, racingga faqat mana ichkaridan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hozir biz Cherry T9 modeliga keldik. Yangi mashina. Cherry hozir men bu emblemasini ham o'zgartiryapti, ko'rgan bo'lsanglar. Kimga qanaqa, menga lekin sal g'alati turib yuryapti. Mashina zo'r ekan. Baloni 20 lik turibdi, balon. Diskalarini ko'ryapsizlarmi? Boshqacha chiqyapti, luxury texnologiyada. Mashinani narxiga kelsak, 130 mingdan boshlanar ekan, 170 ming yuangacha. 130 mingdan 170 ming, 142 ming bor ekan, 156 ming. Hozir sizlarga ichkarisini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu yerda akamiz bir soatdan beri o'tiribdilar. Mana bu orqasi ko'ryapsizlarmi? Bemalol o'tirsa bo'ladi. Mana bu yerda bari bor ekan. Bariga ham alohida e'tibor. Ko'ryapsizlarmi? Ichkarisi. Akalardan hozir iltimos qilamiz, endi oldidan sal ketishini. Zo'r kolonkalar bor. Mana bu yerda sedeniyani mana bu yotqizsa ham bo'lar ekan, ko'ryapsizlarmi? Yotyapti. U ko'tarsa ham bo'lar ekan. Orqaga va oldinga mana surlasa bo'lar ekan sedeniyani, ko'ryapsizlarmi? Joy bemalol yetyapti. Tepada panorama nima? Oyna. Ma'butlari zamsh koja qanaqadir sifat ekan, zo'r. Oldi sedenka menga yoqdi, sportivniy ishlab turishiga. Orqasi ham zo'r. Yana orqada 3-chi odamga joy bor ekan, u menimcha yosh bolalarning joyi. Cherry'ni hozir sizlarga konsept mashinalarini ko'rsatamiz. Birinchisi bu Cherry Aybar avtobuschasi. Only avtonom yuradi. Ko'ryapsizlar, kameralar bor, 360 gradusda turibdi. Yonida dronini ham qo'yib qo'ygan. Bu dron birga ketsa kerak. Hozir yon atrofidan ko'rish harakatidagi. Mana bu yerda konsept kartni ko'ryapsizlar. Bu yerda ruli yo'q. Rulni o'rniga shar qo'yib qo'ygan. Hozir sizlarga ko'rishga harakat qilamiz agar ulgursak. Odam ko'p ko'ryapsizlarmi? Hozir mana ko'ryapsizlarmi? Ichkarisidan. Bizda vaqt sal tig'izroq, shunga sizga tez-tez ko'rish harakat qilamiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Ichkarida odam ko'p, shuning uchun ko'rmayapmiz. Mana bu ruli nimasi. Rulni o'rniga shar qo'yib qo'ygan, sharni aylantirib
aylantirsanglar bo'ladi amalsiz. Tashqari Cherry ko'ryapsizlar, uchar mashina olib kelib qo'ygan. Konseptlar oldida bitta, orqada bitta turibdi. Propellerlari kattaligini ko'rsanglar bo'ladi. Konseptlar zo'r, yengil. Do'stlar, topinglarchi, biz hozir qaysi pavilyonga keldik? Mercedes-Benz yoki BMW? Izohlarga qoldiringlar. Mercedes fanati yoki BMW ni fanati? Menga pul bo'lsa ikkalasi ham. Hozir mana ko'ryapsizlar Mercedes pavilyonini. Voy! Sariq rang bari boshqacha deb o'tdi. Oldidan CL300 kupesi bu. Kupe degan ikkita eshikli, aslida 3 ta eshik deyiladi. Sorry. Mana ichiga odam o'tirib olgan hozir. Ha, bagajini nima qilamiz bu? Bagajiga hech kim qiziqmaydi. Hozir boshqa mashinalarni ko'rsatamiz. Bu yerda Mercedes-Benz model Mers. Nima desa bo'ladi? Bitta mana bu bola o'tirib olgan. Odam ko'p, joy yo'q. Odam ko'p, joy yo'q. Mercedes yaxshi ko'radi. Chunki luxury cars, GLC 300 ko'ryapsizlarmi? Bu GLC 300L, ya'ni large version deyiladi. Rangini qaranglar, vashida. Eng qizig'i, Xitoyda nimasi yoqadi? Bemalol kelib, test drive'ga olib, haydab yursa bo'ladi. Va keyin bir o'sha qaytarib olib berasizlar. Yoqsa oldinglar, yoqmasa olmadinglar. Mercedes-Benz hozir ko'p nimasi Xitoyda luxury emas, balki o'rta klassga mo'ljallanib qolyapti, chunki Xitoyliklar boyayapti. Puli ko'payapti bularni. Ma'lumotlar, конечно, ular luxury hisoblanadi, lekin luxurydan tashqari mamlakatlar o'rta holdagi hisoblanadi. Chunki buncha qimmat emas Xitoylar uchun. Ko'ryapsizlar, oldini eshiklarini ko'ryapsizlar. 3 ta eslab qolishi nimasi bor, podogrev hammasi. Endi Mercedes boshqa nima ham deymiz. Xitoylar o'tirib olgan. Joyi yo'q, o'tirib bemalol ko'rsatamiz sizlarga. Hozir endi boshqa verslarni ko'rsatamiz sizlarga. Menga qiziqayotganim Gelenwagen'da elektronli versiyasi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, videosini qo'yib qo'yamiz hali. Bitta joyda turib vuzillab aylanadigan. Odam ko'ryapsizlar, juda ko'p. Bu yerda mana Mercedesda EQ 500 ni olib kelib qo'ygan. Mashina zo'r, lekin Xitoyda uncha yaxshi sotilmayapti. Chunki qimmat.各位看到现在车辆里面成功材料的通道底下。好，那接下来要挑战靠爬的挑战。Do'stlar, hozir sizlarga biza Mercedes-Benz
EQE 500 da obzorini ko'rsatamiz. Ha, aka dedi. Odam ko'p, juda ko'p. Sizlar mana hozir EQE ni ichiga o'tirib olamiz. Ichi zo'r ekan. Mana hozir kamerada olib ko'rsataman sizlarga. O'zi ham yotqizyapti, kim bo'lsa ham oldingi nima qilib ozgina. Bemalol. Mana bu ichi ko'ryapsizlar. O'zi ham juda zo'r o'tiribmiz. Mana barlari. Bu yerda bitta telefonga simsiz zaryadka yopiladi. Mana bu lekin nimasi yomon, dog' bo'lib ketadi. Qolgan narsasi zo'r. Mana navigatsiyalari. Navigatsiyasini e'tibor qilinglar, ko'ryapsizlarmi? Sal qotadi. Xitoylik nima versiyasida esa Xitoyda mashinalarda unaqa qotish bo'lmaydi. Mana orqada ko'ryapsizlar. Panorama oynalari, rul. Zo'r mashina. Endi o'tirishi juda nima? O'zi ham yotib o'tirasizlar. Zo'r ekan. Buyursin hammaga. Mana nimalarni ko'ryapsizlarmi? Masiyotkalarni. Luks ichi zo'r. Mana orqasi. Mashina elektrik. Lekin yopilishi uncha nima emas ekan. Mana prisoska. Mashina zo'r. Lekin Xitoyda sotilishi unaqa yaxshi emas. Chunki xitoyliklar ko'proq Maybach olishadi yoki GLS yoki o'zimizda mana bu Gelikni olishadi. Gelikni ham hozir elektronikaga juda ko'p udar berishyapti. Bu ham lekin uncha yaxshi ketmayapti. Chunki hamma Gelikni baribir V8 degani biturbirovnisini olishni xohlaydi. Zo'r mashina. Wow, mana bu yerda menimcha yangi mashinasini qo'yib qo'ygan. Bu menimcha AMG emas. Concept car. Sizlarga birinchi bo'lib ko'rsatamiz. Wow. Ko'rsanglar bo'ladi. Zo'r mashina ekan, ko'rinishi, ko'ryapsizlarmi? Dahshat. Endi hozir ko'ramiz agar olsa bo'ladimi yo'qmi. Do'stlar, mana Chang'an degan mashinani bilsanglar, mana bu qora ko'ylakdagi, ko'k shimdagi kishi shu Chang'anni nimasi, boshqaruvchisi, CEOsi hisoblanadi. Hozir mana Mercedesda ko'rishga keldilar. Chang'an katta brend. Mashinalari ham O'zbekistonda, Rossiyada, Markaziy Osiyoda bor. Hozir Mercedes keldi, ko'rishga mana bu yangi konsept karini. Ko'ryapsizlar, orqasida odam juda ko'p. Reportyorlar, media hamma kelyapti, chunki bu yerda har xil CEO boshliqlarni ko'rishingiz mumkin, bir-birini mashinasini kelib tekshirib ketadi. Oldingi safar o'tgan yilmi bo'lganida, yo 2 yil oldin bo'lganida bu yerda Koenigseggda CEOlar yurganida Lamborghini'ni Xitoylik mashinalarini tekshirib ketgan edi. Qanaqa urovendaligi, darajasi. Mana bu kishi Chang'an hozir nemislarning mashinasini ko'rishga keldi. Zo'r mashina ekan, ko'rinishi. Lekin bu konsept car. Hozir biz Avatar'da stendiga keldik. Avatar deyiladi inglizchasida, lekin bizda Avatar deyiladi. Avatar Linkchi xitoychada. Bu yerda Avatar 12. Bu mashina O'zbekistonda bor. Adashmasam, da ko'rganmiz. Mana bu oldi qismi ko'ryapsizlar. Agar mana bunda ko'rsanglar, Avatar 12. Nimasi zo'r bu mashina? Bu mashina juda high-tech, narxi ham juda qimmat. 270 mingdan 430 ming yuangacha 15-20 daqiqada 80% quvvatlanadi. Bokovoy oynalari yo'q, polniy kamera, 360 kamera. Ichkarisini hozir ko'rishga harakat qilamiz sizlarga. Endi odam o'tirib olibdi. Mana bu panorama oyna. Ko'ryapsizlar. Orqasida ham video zo'r, kichkina spoilerchasi bor o'zini. Bu orqasidan video. Bagajini hozir ochsa bo'lar ekan, mana. Bagaji ham juda katta, ko'ryapsizlar. Mana chuqurligini ko'ryapsizlarmi? Tagida nima bor?
Zapaska menimcha yo'q. Faqat bitta nima balonda alishtirishga nima bor. Aptechkani shtilini qo'yasizlar o'zingizlar. Lekin juda chuqur bagajlik. Hozir mana bu ichkarisidan ko'rsatamiz. Balonni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Dunlop balon qo'yib qo'yibdi. Nechi ekan bu? Sort. Bunda hozir Xitoylar o'tirg'izib qo'ydi, hozir o'tira olmayapmiz. Ya, juda qayman. Eshiklarini ko'ryapsizlarmi? Необычный stilda. Mana bu oyna ko'tarishlarini ko'ryapsizlar? Mana bu. Bu yopiladi, ko'ryapsizlarmi? Eshik yopildi knopkada. Taqillatib yopish shart emas. Mana knopkada ochadi, yopadi. Hozir menimcha oynani o'chirib qo'ygan voditel. O'zi bilmayapti nima qilayotganini. Lekin yopilishini ko'ryapsizlar mana. Bitta yopamiz. Eshik yopiladi. Prisoskada. Все включено. Hozir bu yengisi, bu eskisi Avatar 12 sotuvda bor bu. Olsa bo'ladi. Bu yangi sotuvga chiqadi. Avatar deyiladi. Bu yerda ham bokovoy oynalari yo'q, Avatarda nima elektrik karlarida yo'q. Eng asosiysi Avatarda nimasi zo'r? Do'lot ko'ryapsizlar. Mana bu joyida ko'ryapsizlar, ekranchasi bor. Bu yerda ekranda har xil yozuvlar yozsa bo'ladi. Masalan, parkovkaga ketganingizda o'zingizlarning raqaminglarni yozib qoldirishingiz mumkin yoki isminglarni qo'yishingiz mumkin. Yoki xohlagan narsalarni yozib qo'ysangiz, assalomu alaykum deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Avatar 06 lidar bilan keladi. Lidar bor mashina juda yaxshi hisoblanadi. Tesla'da lidar yo'q. Tesla'da kamera bilan ishlaydi. Mana bu ichki tomoni ko'ryapsizlarmi? Hozir endi tursa ko'rsatamiz sizlarga. Полный ekranda eshiklari ham knopka, mana bu boyagidan ancha farqlanadi. Orqa tomoni. Bu yerda mana bagajligi. Bagajligi bir xil. Orqa yukxonasi. Menimcha 12 ni yukxonasi kattaroq edi, 06 niki unaqa katta emas ekan. Bu yerda mana bu tomoni ko'ryapsizlarmi? Diodlari ketyapti. Bu yerda ham knopkada yopiladi. Oynalarni o'chirib qo'ygan. Bosamiz, yopilmadi. O'chirib qo'ygan. Bu mana bu tomondan. Hozir endi ichkarisidan olishga harakat qilamiz. Ko'rasizlar. Mana ichkarisiga o'tirdik. Kondyorlarni yoqib qo'yibdi. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu rulini o'zi vashi zo'r. Bu mashinaga emas, qanaqadir nimani ko'rsanglar, mana bu yerda ko'ryapsizlar kamerasi. Mana bu eshikni yopsak, knopkada yopiladimi? Mana knopkada yopildi. Yopilyapti. Mana bu oynasi ko'ryapsizlarmi? Kamera. Mana qo'lim. Bu yerda nimasi sensorda bemalol mana 360 kamera ko'ryapsizlar. Bu yerda ham kamerasi bor. Naryoqda ham nima kamerada ishlaydi. Ikkita zaryadga qo'yadigan joyi bor. Bu yerda bari hamda ochiladi. Bari ham juda chuqur ko'ryapsizlar. Bu qaysi? Bu orqa tomoni полный panorama. Zamsh zo'r ekan mashina. Mashina lekin juda qimmat. Xullas do'stlar, mashinaga gap yo'q. Mashinaga o'xshamaydi, xuddi samolyot haydayotganga o'xshaysizlar. Buni ko'rsanglar, Toshkentda sanoqli bor bu mashina. Tashqarisidan menimcha Mercedes yo BMW ga ham dam berib yuboradigan mashina bu. Lyuks tomonidan, ichiga отделка dizayni tomonidan hamma narsasidan dam beradi. Mana o'sha boya sizlarga aytib o'tgan yozuvim ko'ryapsizlarmi? Xohlagan yozuvlarni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Juda noodatiy, zo'r menimcha. Chunki biron joyga ketib qolganinglarda yozib qo'ysin.
Bu Avatar 06 arzonroq versiyasi 210 mingdan 280 ming yuangacha ekan. Eng zo'ri yana Avatarda nimasi zo'r? 15-20 daqiqada 80% quvvatga yetkazib beradi. Lekin uning uchun zaryadli joylar talabga javob berish kerak. Xohlagan zaryadli stansiyaga qo'yib bo'lmaydi, chunki mashina juda kaprizni desa bo'ladi. Shuning uchun o'zini iloji bo'lsa o'zini stansiyasini qo'yish kerak. Ichkarisini ko'ryapsizlarmi? Orqasidan ko'rsataylik. Orqasi ham vasha luxury. Oldini ko'ryapsizlarmi? Joyda qaraydi. Mana bu yerda mana katta bari bor. Panorama lyuk. Orqada lekin ko'rish nima yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Oyna yo'q. Mashinaga gap yo'q. Mashina lekin любой Mercedes BMW ga javob beraveradi. Avatar 12 ko'ryapsizlar, bu yerda ham yozuvi bor. Narxiga kelsa 270 mingdan 430 ming yuangacha. Bu eng topi hisoblanadi Avatarda, ikki xil rangligi. Salonining ichi bir xil 0607 Avatar bilan. Faqat bittasi bu Royal Edition deyiladi. Ya'ni qimmatroq. iPhone Pro Max degandek. Nimasi? Yana bu yerda mana ko'ryapsizlar. Отделкалari boshqacha. Luxury. Zo'r mashina, lekin qimmat. Do'stlar, hozir biz Huawei pavilyoniga keldik. Ko'pchilik o'ylashadi, Huawei mashina chiqaradi deb, ishlab chiqaradi. Aslida Huawei mashina ishlab chiqarmaydi. Faqatgina o'zini operatsion sistemasini beradi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. O'sha hamkorlikda birga chiqaradigan mashinalari bor. Bu yerda ko'rib turibsizlar, o'sha hammasi Huawei mashina deyiladi, lekin aslida hammasi bitta zavodda ishlab chiqariladi. Huawei aslida operatsion sistemasini beradi va bitta brend chiqaradi. Chunki bu yerda mana ko'rib turibsizlar, bu yerda Xitoy mashina turibdi. Bu tomonda esa nemis mashinasi Audi turibdi. Nemislar ham hozir mana Q6 operatsion sistemasi Huawei'dagi bo'lgani uchun shuni ishlatadi. Xitoy bozoriga moslashganligi uchun. Shuning uchun adashtirmanglar, Huawei mashina ishlab chiqaradi deyishsa, Huawei ishlab chiqaradi hamkorlikda. O'zi mashina ishlab chiqarmaydi. Faqat shu operatsion sistemasini beradi. Tank ham ko'rsanglar bo'ladi, yangi tank. Huawei'dagi. Nargi tomonda boya ko'rsatgan mana Avatar 06 miz ham turibdi. Huawei bularni ishlab chiqarmaydi. O'sha faqat operatsion sistemasini beradi. Va eng qiziqarlisi Xitoyga moslashgan mashina nemis mashinasiga qaraganda ekraniga mana yurg'izsanglar ancha farqini bilasizlar. Xitoydagi plavni yuradi. Nemislarniki qotib qoladi ozgina. Chunki Xitoyliklar nimasini bermaydi, chiplarini. Trade war. Tank turibdi. Huawei bularga ham beradi o'zini operatsion sistemasini ishlatishga. Bu yerda mana Wuling turibdi. Wulingga ham berishadi. Men sizlarga hozir aytgan narsam ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi, ekranda yurg'izyapti. Plavni yuryapti. Juda plavni. Mercedes yoki BMW ga o'tirsanglar, sal qotishi bor. Juda sezilarli, lekin Xitoydagi muammosiz ishlaydi. Xuddi Xitoyda nima Instagram yoki boshqa app'larni ishlatganingizdek. Bu yerda mana Wulingda mashinasi bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Nimasi? Bemalol ishlatsanglar. Qotmaydi, bemalol mana bu ventilator yoki kresloni to'g'rilasanglar bo'ladi. Yuryapti. Hozir ko'taraman. Mana bu aka vashi yopib oldilar. Ko'ryapsizlar.
Davay. Oldiga o'tirishga vaqtimiz yo'q. Xullas, Huawei operatsion sistema beradi. O'zimizni mashinalarga ham agar sotilsa zo'r bo'ladi. Bo'linda hozir masalan oldini ko'rsataylik sizlarga. Hech pul ekan bu. Narxini yozmagan. Hozir mana orqaga qo'yib o'tiraylikchi. Mana boya aytganim, agar nemis mashinaga o'tirsanglar, mana bundoq ko'rasizlarmi? Yurg'izsanglar bemalol plavni yuradi. Audi yo BMWga o'tirsanglar sal qotib qoladi. Bu yerda bo'ling mana bu biznes klassga kiradi. Zo'r mashina, kichkina ekranchasi, bu yerda katta ekran, kamera, navigatsiya, nimalarni boshqarsa bo'ladi, deydi, chiroqlarni, har xil podvetkalarni. Mana sariqqa yoki qizilga, purpur. Orqa tomon. Bu yerda esa mana bari xolodilnik bilan birga, muzdek. Zo'r, ikkita zaryadka joyi bor. Gap yo'q. Voyaq kolonkalari. Zo'r mashina. Voyaq, bo'ling emas, voyaq. Adashdi. Hozir biz Hongqiga keldik. Hongqi Xitoyda Rolls-Royce hisoblanadi va Rolls-Royce hisoblangani bilan ham oddiy mashinalar ham chiqaradi. Arzon mashina. Hongqini mana bu yerda konsept kari turibdi. Juda dahshat. Ko'rib turibsizlarmi? Oynasini ko'ryapsizlarmi? Qanaqaligini, ichkarisini. Hongqini o'zini emblemasi qizil. Hozir ichkarisidan ko'rishga harakat qilamiz sizlarga. Agar odam kamroq bo'lsa, mana akalar bilan opalar o'tirishibdi. Ko'rasizlarmi? Eshiklarini ko'ryapsizlarmi, kattaligini? Tog'li nimalar, zamshli nima? Gap yo'q mashinaga. Konsept kar Hongqi emblemasi. Undan tashqari Hongqi uchar mashinasini ham olib kelgan. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Bahaybat, juda katta mashina. Aytib o'tish kerak, ko'ryapsizlarmi? Ikkiga bo'lingan. Yuradi-da, tegidagi qoladi, uchib ketadi. Konsepti shunaqa. Bu konsept kar. Mana bu yerda videosini ko'rishinglar mumkin. Mana ko'ryapsizlarmi? Mashina o'zi yuribdi. Sensorlar bilan ichkarida. Keyin uchaman desa, mashinani tegidagisi qoladi-da, tepadagisi uchib ketaveradi. Mana keldi, to'xtadi, kelib ulandi va uchib ketdi. Zo'r. Konseptga yaxshi, lekin qanchalik real bu, kim biladi. Xitoyda ruxsat berishda uchar mashinalarga litsenziya, shuning uchun yaqin orada ko'rishimiz mumkin. Hozir sizlarga Hongqini Rolls-Royce'ni ko'rsatamiz. Hozir biz Hongqini H9 ga keldik. Video olishga ruxsat, bu qancha yangi mashina chiqyapti, ko'ryapsizlar, hammasi o'zi ochiladi. Ichini ko'ryapsizlar, bu lyuks hisoblanadi. Luxury car. Keyingi yildan sotuvga chiqarilar ekan, hamma joyi zamsh. Ichkarisini ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda zo'r. Agar nimasini ko'rsanglar, nima edi, qo'l qo'yadigan joylari diamond stilda qilingan. Bu mashina sotuvda yo'q. Narxi ham yo'q. Faqat keyingi yil chiqadi deyapti va narxi ham o'sha keyingi yil aniq bo'ladi. Ko'rinib turibdi, zo'r mashina, eshiklari o'zi ochilib yopiladi. Lidari bor, 360 kamera. Menimcha gibrid bo'lib chiqadi, elektr bo'lib chiqmaydi bular. Va keyingi yil narxini bilamiz, nech pulligini.
Hozir biz Zikirga keldik. Bekorosida pavilyoni juda katta. Zikir boshlanishida bitta ikkita model bilan boshlagan. Kuchayib ketdi. Shanxayda joylashgan Zikirni nimasi, adashmasam, headquarteri 007 Zikir GT'si bu. Sport versiyasi. Oynalar, faralarni ko'ryapsizlarmi? Bu faralar любой yozuv qo'ysanglar bo'ladi, proyektor asosida ham ishlaydi. Do'stlar, hozir biz Zikir 001 ga keldik. Rangini hozir ko'rsatamiz. Birinchi ichkarisini ko'rsataylik sizlarga. Обновленный versiyasi bu Zikirni. Ko'ryapsizlarmi? Ruli zo'r. Bu yerda mana nimalari bari. Hozir bu yerda masajli nimasini yoqib qo'yibdi. Bemalol masaj qilyapti. Eshiklari yopilgan, ko'ryapsizlarmi? Bu yerda mana panorama lyuk. Zikir juda zo'r mashina. Bari. 让我们听一首音乐放松一下吧，祝您赏车愉快。 Hozir bu yerda akalar голосовой nimani ishlatyapti. 欢迎体验极客001， Zo'r 为您 ekan 打开 Zikir. 香氛系统及座椅按摩，让我们听一首音乐 Hozir 放松一下 sizlarga 吧。 tashqarisidan ko'rsatamiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, hamma mashina knopkada ishlaydi. Bemalol yopiladi. Ochsak ham mana ochilyapti. 欢迎体验极客001， Nega oxirigacha ochilmadi? 香氛系统及座椅 Avatarda 按摩 oxirigacha ochilardi. 听一首音乐 Zikir 001. Bu yerda mana orqasini ko'rsanglar bo'ladi. 最新的价格。 Bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. 5 kishi qiynaladi Zikirning orqasida. Bemalol o'tirib ketishga. Degan yopilishi zo'r. Zikir rangiga e'tibor beringlar. Bunaqa rangi hali yo'q edi Zikirda, yangi rangi. Bu orqa tomonidan. Oldidan ko'rsataylik. Zikir mana bu bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga xarakteristikalari haqida so'rab bilib beramiz. Lekin mashinaga bitta videoga baho beringlar. Ko'ryapsizlarmi? 001. Bunaqa rang hali Xitoyda ham yo'q, Shanxayda ham ko'rmaganmiz biz. Rangi lekin juda zo'r ekan. Hozir narx-navosini bilib sizlarga aytib beramiz. Undan tashqari Zikirda mana bu yerda sport versiyasi turibdi. 001 R'mi degan 001 R degan. Hozir bunga ham alohida o'tamiz. Mana narxini bilaylik. Hozir narxini so'radik. Bu 001 da yangilangan versiyasi. Xitoydagi narxi 35 mingdan 45 minggacha boshlanadi dollarda. 35 ming 45 ming dollar dedi. Masofasi 500 kilometrdir. Endi bu haydashinglarga bog'liq. 500-700 bo'lsa kerak. Zaryadka quvvatlanishi 15-20 daqiqada 80% ga to'lib beradi. Hozir sizlarga endi sport versiyasini ko'rsatamiz. Sport versiyasi 2 barobar qimmat turadi. Bu yerda hozir Zikir R versiyasi 001 R. Sport versiyasi narxi, buni narxi 105 ming dollar dedi. Juda qimmat ekan 001 ga qaraganda. Nimaga qimmat? Chunki bu 1200 ta ot kuchi bor ekan va ko'p joyi karbon fiber qo'yilgan dedi. Yengillashtirish uchun. 1 dan 100 gacha 2,5 sekundda chiqadi dedi. Lekin masofasi juda kam. 300 kilometr yurib beradi. Hozir endi ichkarisidan ko'rishga harakat qilamiz. Tashqarisidan ko'rsanglar, hamma joyda karbon fiber qo'ygan. Diskalari juda katta, 22 diska qo'yilgan. Orqasida kichkinagina spoilercha qo'ygan. Va hamma joyida mana bunaqa R degan belgisi bor. Mana orqasida ham spoileri bor. Bu orqa tomondan ko'rinishi. Do'stlar, hozir Zikir 007 ga keldik. Bu Toshkentda Instagramlarda ko'rgan bo'lsangiz bo'ladi. Zikirning narxini qanaqa bilsa bo'ladi? WeChatdan Zikir app ga kirsanglar bo'ladi. 00 masalan modeliga kirasizlar, bosasizlar va narxini bilsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu model sariq rangda emas, endi 210 mingdan 300 ming yuangacha boshlanadi. 2.9 sekundda chiqadi eng tezi. Bazovisi 5.1 da 688 kilometr yurar ekan. Eng ko'p tez yuradigani 660. Eng uzoq yuradigani 870 kilometr ekan. Shunaqa qilib bemalol Zikirda narxini bilsa bo'ladi. Tashqarisidan ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu rangi lekin
Udar rang. Akalar qochib turinglar, ko'ryapsizlar, ma'butlari ham karbon fiber qilingan. Zo'r ekan, Zikr 007. Toshkentda adashmasam bitta ko'rgan edim men. Sariq rangini, imенно sariq rangi. Bu o'sha sariq rangini update qilingani, ya'ni yangilangan, bu yil chiqarilgan. Qachon sotuvga chiqarilishi, mana o'sha sotib olsa bo'ladi, lekin именно mana bunaqa sariq poloskalar bilan yoki mana bunaqa mana bu yerda karbonga o'xshagan nimasi bor, shunaqa bilan sotib olishda iloji bormi yo'qmi bilmayman. Eshik knopkada ochiladi, ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerlari полный zamshovoy. Endi oqib o'tiribdi. И knopkada yopiladi. Keyin Zikrda mana bu modellarida, boshqa modellarda ham kartochka bor, NFC. NFC ni qo'yib, bemalol ochsa bo'ladi, Teslaga o'xshab. Orqa tomoni ham mana ko'ryapsizlar, knopkada ochiladi. Bemalol ochib yopsa bo'ladi. Bir xillar bilmaganlar agar kirra qilsa, odamlar hayron bo'ladi, ruchkasi qani deb. Aslida knopka. Bu yerda mana bagajniki ko'rsanglar bo'ladi. Yukxonasi. Yukxonasi juda past ekan. Narsa qo'yishga sal qiyinroq. Lekin 300 ming yuanga menimcha zo'r. Bemalol yopib qo'ysanglar bo'ladi. Endi yopib qo'ydim. To'xtarmikan? Ha, to'xtadi. Hozir endi ichkarisidan ko'rsatishga harakat qilamiz, oka tursa. Haydaymiz okani. Mashinani pastligini ko'ryapsizlarmi? Juda past mashina. O'zbekiston yo'llariga bo'ladimi, yo'qmi? Ko'ramiz. Zikr 007 ni mashinani sport versiyasi desa bo'ladi. Pastligini ko'ryapsizlarmi? Mana shuncha. Mana. Oyog'im bo'lsa mana ko'ryapsizlarmi? O'zi kep turibdi. Menimcha bittani lejachий politseyskidan o'tsanglar, o'zi tegib qolishi mumkin. Oke ham turgisi kelmayapti. Nima deymiz endi? Mana bundoq qilib olsak bo'ladi videoga. Ko'ryapsizlarmi? Ichkarisi. Mana bu yerda rulida nimalari bor, 360 kamerani bossa bo'ladi. Bemalol. Hozir biz Zikrda yangi mashinasiga keldik. X9 deyiladi, X9. Ko'rib turibsizlar, hamma blogerlar, nimalar, mashinaga qiziqqanlar, hamma shuni olyapti. Nimaga? Zikr Rolls-Royce Culliningga javob qilib, mana shu mashinani chiqarmoqchi va ko'rib turibsizlar, mashina yon tomondan Range Rover bilan Culliningga o'xshab ketadi. Diskalari esa Brabusga o'xshaydi. Hozir sizlarga oldi tomondan birinchi ko'rsataylik. Oldi tomondan juda bagati ko'rinadi. 9X. Ko'ryapsizlarmi? Ichkarisiga kiritish mumkin emas, kiritmayapti hech kimda, chunki yangi mashina hali narxi ham chiqmagan. Nech pul turishini ham bilmaydi, qanaqa spetsifikatsiyaligini ham aytishmayapti. Lekin ko'rinishi zo'r. Eng zo'r yoqqani menga orqa tomoni yoqdi. Hozir orqa tomonni ko'rsatamiz. Yonidan ham juda zo'r ko'rinar ekan. Endi chiqarishsa, bilmadim, bu juda luxury bo'lib chiqsa kerak. Hamma joyi Zikr bo'lib, orqa tomonida Range Rover o'ziga o'xshab ketar ekan. Mana ko'ryapsizlar, 9X. Faralari zo'r, Zikr. Lekin nima, Range Roverda copy paste qo'yganga o'xshab qolgan. Hozir biz endi boshqa joylarni ko'ramiz Zikrda. Biz hozir zapchastga bog'liq savollarni qiziqamiz Zikrda, chunki ko'pchilik chiqadi. Dealer mashina sotgan bilan zapchastlari yo'q. Shuning uchun hozir bilib olamiz shu narsalarni. Do'stlar, biz hozir Li Autoga keldik. Li botda yangi mashinalarni olib kelgan va eng zo'r mana bu Li Mega degan mashinasini olib kelgan. Juda qimmat, juda luxury. Hozir sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz Li L7 ga keldik. Rangini ko'ryapsizlarmi? Ko'k ekan rangi. Zo'r rang. Narxi, buni narxini $46,000 dedi boshlanishi va undan tepaga qarab ketadi. Bu gibrid. Gibrid. Yeah. The auto is still building. All right. Thank you. And
No parts. Ha. No parts can buy. Hozir we are taking videos. Say hi. Hozir On the biz YouTube. yeah. Hello. Biz hozir so'rayapmiz, butlovchi qismlarni olsa bo'ladimi Liaftodan deb. Yo'q deyishyapti, chunki zapchast butlovchi qism bilmaganlar uchun. Zapchasti sotilmaydi deyapti, ofitsialni, lekin menimcha ikkinchi bozordan olsa bo'ladi. Hozir biz endi L7 ni olamiz. Ko'ryapsizlar, mashina zo'r, hamma biladi, hamma sevadi L7 ni. Ichkarisida nima bor? Bu yerda mana o'tirib olmoqchi. Biz hozir shundoq ko'rsak bo'ladi. Chunki L7 ni ko'pchilik biladi. Ikkita ekranli ekan, bu ko'ryapsizlarmi? Lyuk orqasida ham ekrani bor. Bemalol PlayStation'ni qo'yib olib o'ynab ketsa bo'ladi. Bu orqasi L7 ni orqasi. 4 ta gaz ballon ketadi, bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Shunda o'zi 700 km, 600 km yursa, sizlar 1,5 km yurasizlar 4 ta gaz ballon bilan. Bitta zaryadka polniy bak bilan 1 oy haydab yurasizlar 4 ta gaz ballon qo'ysanglar. Narxi 46 ming dedi, 46 mingdan boshlanadi. Bu L7, L6si 36 ming, 38 ming dollardan boshlanadi dedi. Zo'r mashina, L7 zo'r. Bu yerda mana Lisan'da Mega degan mashinasi bor. Bu juda zo'r mashina, juda luxury. Butunlay elektrik kar, ko'rib turibsizlar. Dachiga ketsa bo'ladi, bemalol. Menimcha 1000 kilometrga yaqin yuradi. Qog'ozda endi bilasizlar, ko'p narsa bog'liq yurishiga. Oldidan qismi lidar bilan. Narxi kelsak, bu 700 ming yuan deyishdi. 700 ming yuan ila 95 ming dollar bo'ladi. Butunlay elektrik kar, juda noyob mashina, ko'rinishi ham boshqacha. Xitoyda o'zida ham kam yuradi yo'lda. Chunki mashina qimmat. Bu narxga boshqa mashinalarni ham olsa bo'ladi. Men bu yerda ichkarisini ko'rsanglar bo'ladi, sal uzoqroqdan. Chunki ko'pchilik kelib ko'rmoqchi. Megani ko'ryapsizlar, odam juda ko'p. Zo'r mashina. Orqasidan ko'raman desanglar, mana yuk xonasi. Ko'ryapsizlar. Ichkarisi. Oldi orqa qilib o'tirib ketsanglar bo'ladi, bemalol. Biz hozir Liaftoni butlovchi zapchastlari haqida so'rayapmiz, chunki ko'pchilik zapchasti haqida qiziqadi. O'zbekistonda Xitoy mashina kirib kelgani bilan zapchast yo'q. Yo bo'lsa ham qimmat yoki juda kam. Shuning uchun Li pavilyoni zo'r. Shuncha berilib o'tirmaymiz, chunki Liafto juda ko'p O'zbekistonda va hamma biladi, sevadi. Zo'r mashina. Xitoyliklarning o'zi ham Li'ni yaxshi ko'radi. Shanxayda joylashgan kompaniya. Zo'r. Yosh kompaniya, 2 yil, 3 yil bo'lgan. Do'stlar, hozir biz Mansuriga kelyapmiz. Bu yerda ko'ryapsizlar, Mansuri har xil mashinalarga upgrade'lar qiladi. Shuning uchun tez ko'rsatishga harakat qilamiz. Birinchi mashinasi Mansurini ko'ryapsizlar, Mercedes minivan 680 hisoblanadi. Mansurini bilgan odam biladi. Qanchaligini nima desa bo'ladi? Korolevskiy nima deydi? Samolyotda o'tirganda o'tirib ketasizlar. Mana ichkarisini ko'rsanglar bo'ladi.
orqasi bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Hozir Mansuriga o'zi kirgizmaydi, ko'ryapsizlar, odam kam. Bu yerda bemalol xohlagan mashinalarni upgrade qilib beradi, ko'rib turibsizlar. Любой mashina. O'tgan 2 yil oldin 6x6 G-Wagon olib kelgan edi. Bu yil yo'q va keyin G-Wagonda olib kelgan edi. Philip Plainmi nimaga o'xshaydi? Men bu Mansurini qaranglar ichini. Vah! Dahshat deydi-yu, bu hammaga buyursin deydi-yu, bunaqa mashinada o'tirib komfortmisan, komfort. Va hamma sevargan G-Wagon Mansuri P720. Edishim ko'ryapsizlar, ruchkalari ham dahshat. Bu oldi tomondan ko'rsanglar bo'ladi. Nimalariga alohida e'tibor bersanglar bo'ladi. Chiroqlariga. Undan tashqari eng qimmat Mansurilardan biri G-Class va naryoqda turgan Cullinan. Rolls-Royce Cullinan. Bunaqa Mansuri Rolls-Royce Cullinan juda kam odamda bor va ko'rib turibsizlar, bu yerga kirishtirmaydi. Mashina qimmat. Buni upgrade qilish esa undan ham qimmat. Shuning uchun sizlar uchun faqat eksklyuziv kontent Xitoy va bizda. Like va obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga buyursin shunaqa mashina. Mansuri bemalol mashinaga o'tirib hammaga buyursin. Hayda deyish. Haydovchilar bo'lib bemalol deydi. Hozir endi rasmlarga ham tushib olamiz. Obuna va like bosishni unutmanglar do'stlar. Faqat sizlar uchun eksklyuziv kontent qilib beryapmiz. Yopib qo'yishibdi, orqasigacha. Oranjoviy tematikadagi zo'r ekan, menga vashshiy yoqdi. Lekin men bu ham komfort biznes uchun Mansuri zo'r. Like, obuna bo'lishni unutmanglar. Xitoy va biz. Do'stlar, va nihoyat biza operatorimiz alohida kutib, intizor bilan kutgan joy BMW ga keldik, BMW. Kimdirlar BMW yaxshi ko'radi, kimdirlar Mercedes, BMW. Shuning uchun izohlarda, kommentlarda like qoldirib yozib qo'yinglar, BMW yoki Mercedes. Va birinchi ko'rayotgan Mercedes Skytop deyiladi, bu konsept kari BMW ni. Dunyoda yo'q hozircha, birinchi marta Shanxay avto shouda ko'rsatyapti buni. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana oldidan akulaga o'xshaydi, ko'ryapsizlarmi ko'rinishini? Bu eksklyuziv Shanxay avto shouda birinchi marta ko'rsatishyapti. Avto shou boshlanishidan 2 kun oldin BMW prezentatsiya qilgan edi bitta mashinasini, agar hozir topsak ko'ramiz uni ham. 2 yil oldin BMW yangilik qilgan edi, mashinaning rangi o'zida turib o'zgaradi. Agar hozir uni ham olib kelgan bo'lsa, uni ham ko'rsatamiz. Eng zo'r menga BMW ni yoqadigani A7. Eng zo'rlardan. Moshniy mashina, juda high-tech mashina. Juda bahaybat mashina. Ko'ryapsizlarmi kattaligini? Ajiotaj. BMW bari BMW. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda ruchkalari ham nima edi, sensorli. Bemalol ochib, mana bundoq ko'rsanglar bo'ladi. Odamlarni chiqazoramiz kerak bo'lsa, sizlarga kontent qilish uchun. Bu yerda narxini yozganmikan hozir? Ko'raylikchi. Narxi 1.460.000 yuan. 1.460.000 yuan. Mana shu toychoq. Hozir oldidan ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu A7. Eslab qolinglar. Ko'ryapsizlar, odamlar juda yaxshi ko'radi BMW ni.
Bu yerda hozir mana oldini o'tirib ko'raylikchi. Vau, oldi. Agar hozir olsak, eshigini bitta ko'rsataylik sizlarga. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu metalldan qilingan temir Bowers va Wilkins kolonkalari qo'yilgan. Xrustalka deyiladi mana bulari. Ko'ryapsizlar. Va ichki tomoni eshiklari o'zi yopiladi. Orqa tomoni bagajligi ikkita gaz balon ketadi bemalol. Gaz balon qo'yib bemalol yursanglar bo'ladi. BMWga, i7ga. Endi hozir oldini ko'rishga harakat qilamiz. Va BMW bar, BMW. Bo'tga hozir operatorimizni o'tirg'izamiz. Niyat qilib bitta omin qilib duolar o'qib qo'yadi o'tirish uchun. Endi nima deymiz? BMW bar, BMW deganda orqasi ko'ryapsizlar, ekrani bor. Bemalol o'tirib ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda mana barlari, zaryadkalari. Bitta zaryadga qo'yadigan joyi bor va mana bu yerda suv qo'yadigan joyi. Yopib qo'yamiz. Xrustalkalar qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, bemalol boshqatga bo'ladi. Gap yo'q. Hozir endi 1 million, 1,5 million yuan. Operatorimiz o'tirib ko'rsinlar endi. Hozir BMWni i7 ni orqa tomoni o'zi zo'r hisoblanadi. Sizlarga bitta zo'r narsani ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, mana orqasida ekrani bor va mana bu yerda boshqarsa bo'ladi hamma narsani. Bundoq qilib. Boya aytganimdek ko'rdinglarmi, sekin ishlaydi. Va mana bu yerda ekranda xohlagan narsalarni qo'yib ketsanglar bo'ladi. Bemalol ishlatib. Mana bu multimediyasida mana massajli nimalari hammasini yoqib, bemalol bu yerda hozir orqaga og'inga ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari telefon ham qilsa bo'ladi mana. Undan tashqari ranglarini, svetni, kondyorni hamma narsani to'g'rilasa bo'ladi. BMW ichkarisi mana, orqasi mana, oldi. Zo'r mashina haydashga. Oldin ham oldi. Ha, xullas zo'r mashina. Hozir chiqishga harakat qilamiz. Mana ochamiz. Hammaga buyursin o'rtoqlar, BMW 7 1,5 million yuan turadi, 1,5 million yuan. Har xil rangda, lekin qorasi eng zo'r baribir. Zo'r. Do'stlar, mana BMW dan yangi narsa ko'ryapsizlarmi? Ranglari shundoq o'zida o'zgarib turadi. Hozir mana to'xtadi, agar sizlar ko'rib tursanglar, bu o'zgaradi. Kapotida, tomida bor, mana yon atrofida. Agar sal kutib tursak, mana bu 3 xil narsaga o'zgaradi. 2 yil oldin polni mashina o'zgaradigan qilib olib kelgan edi. Endi bu safar oddiy qilib olib kelishibdi. Bu narsani olib kelmabdi, lekin zo'r konsept. Shunda o'zgaradi. Ko'rdinglarmi do'stlar? Yangilik mashinaning rangini shunday o'zgartirsa bo'ladi. Mana almashtirib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Zo'r. Lekin gaydan qanaqa qilib ro'yxatda o'tkazadi buni bilmadim. Hozir sizlar BMWda, BMWda odam juda ko'p. Men bu mashinani 2 kun oldin prezentatsiya qilishdi. BMW Vision deyiladi. Ko'rinishi vashi doda. Buni aytish bo'yicha faqat Xitoy bozoriga moslashtiryapti hozircha. Mana ko'ryapsizlarmi? Radiator degan narsa yo'q umuman. Mashina juda past joylashgan. Ko'rinishidan dahshat ko'rinadi. Bundan tashqari yana bitta mashinasi bor, yangi mashinasi. Faqat Shanghai Auto Show'ga olib kelishgan yangilik uchun. Panorama degani. Hatchbackga o'xshab ketadi. Ko'rsanglar, zo'r. Kelajakda hammasi shunaqa ko'rinishda chiqishni boshlaydi. Bular уже konseptkar emas, подтвержденный chiqadigan mashinalar.
Bizlar ko'rgazmani birinchi kuni biz uchun tugadi. Vaqt juda qisqa. Imkon qadar ko'rsatishga harakat qilamiz sizlarga. Pavilyonlar katta, mashina juda ko'p. Izohlarda qoldiringlar sizlarga qaysi mashina qiziqligini. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Ko'rishguncha.